Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Uzco Play kanali. Sizlar bilan bugun biz Parking Tycoon Simulator o'ynaymiz. Qani bo'lsam ketdik. Birinchi bo'lib yoqni menimcha tozalashimiz kerak. 2 yilda tozalaymiz. Bu yoqni ham osibdik. Qani birinchi yoqni chaylikchi. Birinchi bo'lib shutni ochamiz. O'yin haqida qisqacha ma'lumot. Bu o'yinda biz parkovkachi bo'lamiz. Ya'ni parkovka ochamiz. Juda ham ko'p pullar keladi. Mana bundan ochamiz va shopping va qilamiz. Okey. Menimcha bu yoqni hammasi bo'ladi. Menimcha bu zakazimiz. Shutga tashlaydi va biz bu yoqdan parkovkani ochamiz. O'yin telefonlar va kompyuterlarda ham bor. Mana birinchi parkovkani ham ochdik. Endi buni bu yoqqa qo'yamiz. Mana do'stlar, parkovkani ham ochdik. Endi bu yoqni menimcha tozalashimiz kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. Ana birinchi odam ham keldi. Pulni bermaysizmi? Pulni bering. Parkovka tekin emas. Voy. Yana musini tashlab ketadi. Mashinang menda turibdi. Kelargin. Menimcha bu aylanib kelgandan so'ng pul beradi. Shunaqa qilamiz. Boshqa yo'qmi? Yo'q, bu yoqda hali ancha ko'p bor. Musor tashladi. Endi bu yoqni yig'ishtirish kerak. İçinde turibdi-ku bir. O'shani biz ko'paytirib daraja bizning kanalda ham shunaqa qilaylik, okalar. Bizning maqsadimiz 50 ta obunachi. Bitta obunachi yetmay turibdi bo'lgan. Bitta obuna bo'linglar va biz 50 ta obunachi bo'lamiz. Men eshitgandim, 50 ta obunachi bo'lsak, stream qilsa bo'ladi deb. Agar 50 ta obunachi bo'lsak, stream qila olamiz menimcha. Darvozadan shutga tashlashimiz kerak. Tashlaymiz. Mana tushib ketmadimi? Tushib ketdi. To'g'rilab qo'yamiz. Mana brat ham keldi. Pulni bering endi, hay. Pulni bering. Pulni bering. Pul. Bu yoqqa kelganda beradigan. Tushundim. Endi biz unga eshikni ochib beramiz. Shunaqa qilib ochamiz, akalar. Bu video çok kısımlı bo'ladi.
hali bu birinchi qismi. Burasini tashlamaydi, tashlaymanda. Ikkitasini tushirdim. Qachon tozalab bo'lamiz bu yerni? Kompyuter yo'q qilsa bo'lmasmikan? Hop, mana yo'q qilsa bo'lar ekan. Priz 50 ga. Bitta vasam yo'q qildi. Mana. Endi bu yoq deyiladi. Bemalol tashlagan bo'ladi. Hop, biroz ham keldi. Bilmasiz. Nimaga shular har doim kelganda musulsiz ketadi? Shunga tushunmadim. Hamma. Tashlaymiz. Bu yoqda ham bor. O'yin shunaqa. Endi biz shopdan pintni olamiz. Bitta va daraxt ham olamiz. Daraxt bu kuchayishimizga yordam beradigan narsa. Biroz keladi. Mana o'sha kelyapti. Keling. Keling brat. Buni ham olamizda inventar. Endi taxlaymiz. Hoppa. 1 2 va 3. Hop, endi daraxt ekamiz. Bu mana birini 2 qiladigan narsa. Bundan ko'p ekishimiz kerak. Hop, qotyapti nimagadir. Hop, shundan ko'p eksak, mana bu 1 2 bo'ladi. Hop, ana bu ikkinchi odam ham keldi. Sana ko'p. Tashlamasanglar shu narsani. Men bu prototir mashinasini haydaydi-da. Men bu yoqni ochib beraman. Hop. Keling brat. Buni bering birinchi. O'rayapti. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Hop. Kliplar kelib bosyapti. Tak. Endi ko'paytiramiz parkovkalarni. Tak. Oho, bu yoqda ancha narsa bor ekan. Men mana shundan olishim kerak. İşte yetadi. Hop, keling ey. Darrov kelagan. Sho'r yaxshi. Hop, keling brat. Tez. Hop, rahmat. Bunday qilamizda. Odam juda ko'payib ketibdi-ku. Tirs. Oho, eplab bo'lmay qoldi. Sinokilar. Musor yo'qmi? Mol. Shunaqa mollar ham bor.
Men buni videosini ko'rgandim. Shunaqa kelgan ketgan odam musor tashiydi. Nimaga unaqa qilmadi? Bu ana. Rahmat. Sog'omon bo'ling, kelib turing. O ana, yenam keldi. Yenam tashaydim men. Shuni yenglar qilamiz. Oh, odam juda ko'p kelyapti sizlarga. Kuchayib ketamiz hali ko'rasizlar. Hop, mana shu bratingni uzatib boraylik. Brat puldan cho'zingchi. Hop. Yana shunaqa qilyapti. Nimaga unaqa qilyapti? Ha, mayli, hechqisi yo'q. Mana shunaqa daraxtlardan ko'p ekishimiz kerak. Mol. Uyimga tashlab. O'rtalar nima qilyapti? Qanaqadir boshqa. Hop, mana brating ketyapti. To'xtang, pulni bermasdan ketasiz. Sog'omon bo'ling, ketdim. Hop, yana bir suv. Itimiz gullayapti. Pul 527 ming bo'ldi. Voy, nimaga unaqa qilyapti obunachilar? Ha, mayli, o'yinni o'zi shunaqa farqi bordir. Hop, bu yerlarda yo'q. Yana bir barakatsiz. Hop, yana parkovka qilishimiz kerak. Halo, naryadlarni ham ochamiz. Mol yana narsa tashlaydi. Tashlamasa nima qilarkan? Biron joyga kirmay qoladi. Endi ularga parkovkani ochishimiz uchun 3000 kerak. Bizda 527 da shopga kiramizda parkovka olamiz. Hop, bitta yetadi. Voy. Bittasini boramiz. Kelay. Tez. Tezroq bo'lmaydi bular. Bunday qilamiz. Oho, juda ko'p odam keldi-ku. Buni qo'yamiz. Shu joyda videoni yakunlashim kerak. Nega desanglar, 14 minutdan keyin video olish to'xtaydi va bu video YouTube'ga chiqmay qolishi mumkin. Hammaga xayr, keyingi qismlarda ko'rishguncha